Yurtimizda oltin kuz, hademay qish, barcha sohalar qatori suv ta'minoti tizimida ham mavsumga puxta tayyorgarlik ko'rish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda kommunal sohani isloh qilish, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish, energiya va suv tejamkor tizimlarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda Andijon suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati ham o'z faoliyatini zamon talablariga mos ravishda tashkil etib, aholiga uzluksiz va sifatli ichimlik suvi yetkazib berish hamda oqova suv tizimlarini barqaror ishlatishga qaratilgan muhim ishlarni davom ettirmoqda. Joriy yilda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik rejasi asosida viloyat bo'yicha 44.7 km suv tarmog'i va 110 ta suv nasosi ta'mirlash belgilangan edi. Bu reja doirasida 16.1 km ichimlik suv tarmog'i va 36 ta nasos uskunasi mukammal, 28.6 km suv tarmog'i hamda 74 ta nasos joriy ta'mirdan chiqarilishi belgilandi. Bugungi kunda reja ortig'i bilan bajarildi, ya'ni 46.7 km yoki 104% suv tarmog'i, shuningdek 113 ta yoki 103% nasoslar ta'mirlandi. Bu faqat raqam emas, balki har bir hududda suv ta'minotining barqaror ishlashini ta'minlaydigan aniq natijadir. Bugungi kunda jamiyatimiz tomonidan 1860 ta inshootlar orqali 11.000 km ichimlik tarmoqlariga sutkasiga 1.206.000 kubometr ichimlik suv yetkazib beramiz. Bu tarmoqlar orqali viloyatimizda 92% ichimlik suv bilan ta'minlangan. Ya'ni bu 3.200.000 nafar aholini sonini tashkil etadi. Mijozlar soni 541.000 ta. Yuridik tashkilotlarda 7.600 ta yuridik tashkilot iste'mol hisoblanadi. Endi oqova suv tarmoqlarini gapiradigan bo'lsak, oqova suv 6 ta oqova suv qabul qilish inshootlarimiz bor. Viloyatimizda 9.8% ichimlik suv tarmoqlarida oqova suv tarmoqlaridan ta'minlangan. Bular 345.000 aholini tashkil etadi. Endi bugungi kunda kuz-qish mavsumini betalofat xalqimizga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha hozir bugungi kunda belgilangan 45 km ichim suv tarmoqlarining joriy va mukammal ta'minlash ishlari 100% dan ortiq bilan bajarilgan. Tarmoq yoki nasoslar bilan cheklanib qolmaydi albatta. Bu ichimlik suvlarni yetkazib berishda jamiyatimizda 1,5 mingdan ortiq hozir tunu kun mehnat qilishadi. Malakali kadrlar tayyorlash masalasi birinchi o'rinda turadi sifatli xizmat ko'rsatishda. Bu borada u suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati raisining tegishli buyruqlari asosida yil davomida to'xtovsiz kadrlar tayyorlanadi. Mana hozir xabaringiz bor, hurmatli prezidentimiz tegishli bir necha qarorlar orqali aholini sanitar epidemiyalik holatini yaxshilash bo'yicha yirik inshootlar qurdi zamonaviy. Endi bu inshootlar uchun kadrlar masalasi. Bu hozirgi kunda usul ta'minot tomonidan o'sha kadrlar tayyorlanib, mutaxassis bo'lib chiqishda hozir joylar ishlarni olib bo'lyapti. Bular olgan bilimlar asosida bugun ishlab chiqarishda o'zini tatbiq etyapti. Texnika xavfsizligi, tarmoqlarga xizmat ko'rsatish, oqova suv tarmog'iga xizmat ko'rsatish, bular borda ham mutaxassislar muntazam tayyorlanib boryapti. Bundan tashqari aholi uchun sifatli suv yetkazib berish maqsadida 13 ta yangi suv qudug'i va 30 ta suv minorasi ta'mirlandi. Natijada 2666 nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suviga ulandi. 56 mingga yaqin fuqaroning suv ta'minoti sharoiti yaxshilandi. 100% suvlashmagan hududga kirardik, mana to'liq suvlashdik. Mana hurmatli prezidentimizni olib borayotgan islohotlari, mana bizni qishlog'imiz eng chekka tumanda yashaymiz biz. Mana shu qishlog'imizgacha yetib kelyapti. Xalqimiz bundan juda minnatdor. Xursand. Aholiga yetkazib berilayotgan suv ichimlik suvlari albatta hisoblagich orqali bo'ladi. Nimaga desangiz, har bir narsani qadriga yetadigan zamonda yashayapmiz. Endi hamma narsa hisob-kitobli bo'lsa, ishlarimiz haligi chiroyli bo'ladi. Xalqimiz ham toza ichimlik suvni qadriga yetib, buni asrab, avaylab, chiroyli holatda foydalanish kerakligini mana tushunib yetyapti endi. Ichimlik suv yo'q edi, vodoprovod suv yo'q edi, keyin ariqdan suvlarni olib tindirib ichardik. Rahmat mana prezidentimizga, umri uzoq bo'lsin. Mana hozir kachalka suvlarni ichmasdan mana grantda suv chiqyapti, ash suvlarni ichyapmiz. Juda shirin. Mana mahallaga suv kelib qoldi deb, juda ko'pchilik 200 metrdan, 300 metrdan suv tashib kelardi. Shu nari mahallalarda bordi, ashalardan tashib ichishardi. Ashlar ham hozir juda xursand bo'lyapti mana. Har kuni men suv chiqib turibdi mana, ichyapmiz.
Andijon shahrida ichimlik suvi 80 km masofadan Xonobod shahridan diametri 1400 mm bo'lgan markaziy suv quvuri orqali keltiriladi. Bu tarmoqda nosozlik yuzaga kelgan taqdirda Jalaquduq tumanidagi Paxtakor suv olish inshootidagi 36 ta quduq orqali suv ta'minoti zaxira tizimi ishga tushiriladi. Favqulodda holatlarda aholini suvsiz qoldirmaslik maqsadida 9 ta maxsus suv tashuvchi texnika doimiy tayyor holatda. Elektr ta'minotida uzilishlar bo'lsa, 5 ta generator orqali suv yetkazib berish uzluksiz ta'minlanadi. Kuz-qish mavsumida asosiy e'tibor aholi uchun qulaylik va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan. Shu boisdan suv inshootlari, nasos stansiyalari va uzatish tarmoqlarining barcha muhim nuqtalarida texnik ko'rik, profilaktik ta'mir va izolyatsiya ishlari amalga oshirildi. Bu choralar qishda muzlab qolish, uzilishlar yoki bosim pasayishining oldini oladi. Bizi xalqimizda juda behad xursand qildi. Men shu qishloq fuqarosiman, shu qishloqda tug'ilganman, mana yoshim 70 ga yetdi. Muhtaram prezidentimizni obod qishloq dasturi shunaqangi bir xalq uchun o'ylab topilgan narsa ekanki, hisoblagichlar o'rnatilgandan keyin suv tejalyapti. Puli ham ko'p bo'lmaydi. Kishi jon boshiga to'lanadigan puldan bir necha barobar arzon bo'lyapti. Yana suv isrof bo'lish yo'q. Qishlog'imizda obod dasturiga kiritilgandan keyin chekka mahallalariga ham 2-3 kilometrdan kelib suv markazdan shaydan suv olib ketardi. O'shalarda ham hammalarning xonadonlarida hozir suv chiqyapti. Suvni tejash bizga shukronalik bo'ladi. Keyingi 7 yil ichida ichimlik suvga bo'lgan talab, ehtiyojdan kelib chiqib, mahallamiz 100% ichimlik suv bilan ta'minlandi. Suv tekin emas degan ibora ishlanyapti. Buning natijasida mahallamizda biz, mahalla raislari, mahalla faollari har bir fuqaromizga ichimlik suvini qadri, uni isrof qilmaslik to'g'risida tushuncha bersak, odamlarimizda bunga imkoniyatlari ham bor. Buning uchun biz har bir fuqaromizga tushuncha berishimiz kerak. Mana shu tushuncha orqali suvni isrof qilmaslik, suvdan oqilona foydalanish, kelajak avlod uchun mana shu suvlarni yetkazib borishimiz. Ko'pchilikda shunday savollar tug'ilishi mumkin. Oqova suv, ichimlik suvi, buni kim hisob-kitob qiladi? Albatta buni ham hisob-kitobi bor. Chunki bu hisob-kitobni qilishda har bir fuqaro mas'ulligini ham esdan chiqarmasligi kerak. Keyingi 7 yil ichida mahallamizdagi 100% ichimlik suv bilan ta'minlanishi bilan birgalikda suv hisoblagichlar o'rnatildi. Suv hisoblagichlar o'rnatilishi natijasida odamlarimiz suvga to'lovlarini ham bir necha barobar qisqardi. Andijon shahridagi 492 ming aholining 52% kanalizatsiya xizmati bilan qamrab olingan. Barcha oqova suvlar Oltinko'l tumanida joylashgan kuniga 120 ming kub metr quvvatga ega tozalash inshootiga yo'naltiriladi. Avariya holatlariga tezkor javob berish uchun maxsus ta'mirlash guruhi va 5 ta maxsus texnika tashkil etilgan bo'lib, ular kecha-yu kunduz faoliyat yuritadi. Hozirda viloyat aholisining 92% markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Qolgan 8% aholi esa buloq, kachalka va maxsus transport vositalari orqali suv olib foydalanmoqda. Bu ko'rsatkichni 100% ga yetkazish jamiyat oldidagi eng muhim ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda viloyatda 1862 ta ichimlik suv inshooti mavjud bo'lib, ulardan 148 tasi yoki 8% ta'mirtalab. Shuningdek, 27 ta oqova suv inshootidan bittasi yoki 2.3% ta'mir talab holatda. Bu inshootlarni yangilash va modernizatsiya qilish bo'yicha loyihalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Oqova suv tarmoqlarida juda qiyinchiliklar bo'lardi. Bilasiz, endi aholi tomonidan yoki yog'ingarchilik payti har xil sanofarlar, bo'lak tagirlar ketib qoladi. Bular oqova suvlarning to'silishiga olib keladi. Oldinlarda to'g'ri bosimman suvni yuklab olib, bosimman quvurga urardik. Hozir gidravlika degan yangi texnikalar kelgan. Bu o'zini katta bosim orqali kirib, qisqa muddatda bartaraf qilishga bo'lyapti. Oldinlari masalan bugun 7 ta avariya bo'ladigan bo'lsa, bitta ikkisini qilayotgan bo'lsa, bugungi kunda 5 ta, 6 ta murakkablik qilib, to'g'ri 7 tani ham bajarib kelish quvvatiga ega. Bu boshqa qulayliklarga ega bo'lyapti. Endi ayniqsa hozir nimalarimizni aytib o'tish kerak. Ishchi guruh, ta'minlash guruhlari uchun maxsus mashinalar berilgan. Mana hozir o'z ko'rib o'tdinglar. Bu ishchilarda, xodimlarda bo'lgan e'tibor joyiga o'sha maxsus texnikada, maxsus ishchi guruh mashinasida borib, ta'minlash ko'rsatish, yana ham bu o'zini sifatli xizmat ko'rsatishda omil bo'ldi. Ularning maqsadi albatta xalqimizga xizmat qilish, ularni rozi qilish.
Andijon viloyatidagi ichimlik suv tarmoqlarining umumiy uzunligi 10.8 km, shundan 1.2 km ta'mirtalab. Oqova suv tarmoqlari 431 km ni tashkil etib, 71 km qismi yangilanishga muhtoj. Suv tizimidagi yo'qotishlar hozirda 24.6% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichni kamaytirish maqsadida zamonaviy hisoblagichlar o'rnatish, quvurlarni bosqichma-bosqich yangilash va suv oqishini aniqlaydigan intellektual nazorat tizimlarini joriy etish ishlari olib borilmoqda. Korxona balansida 94 ta transport vositasi, shundan 53 ta maxsus texnika mavjud. Ulardan 3 tasi ta'mirtalab bo'lib, ularni yangilash yoki ta'mirlash ishlari reja asosida amalga oshirilmoqda. Bu texnika vositalari avariya holatlariga javob berish, suv tashish va kanalizatsiya xizmati ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda suv ta'minoti sohasida davlat siyosati doirasida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish, kommunal xizmatlarni raqamlashtirish hamda suv tejamkor texnologiyalarni joriy etish dasturlari asosida viloyatda zamonaviy nasoslar, energiya tejamkor jihozlar va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari bosqichma-bosqich joriy etilyapti. Bu islohotlar natijasida nafaqat suv yetkazib berish samaradorligi ortib, balki aholi uchun xizmat sifati ham yaxshilanmoqda. Ichki tarmoqlarning qayta ta'mirlanishi va quduqlar quvvatining oshishi esa ayniqsa qish mavsumida suv bosimining barqarorligini ta'minlaydi. Kuz-qish mavsumi sinov mavsumi. Bu vaqtda har bir nasos, har bir quvur, har bir muhandislik tizimi sinovdan o'tadi. Shuning uchun Andijon suv ta'minot jamoasi tayyorgarlikka mas'uliyat bilan yondoshib, barcha obyektlarni ishonchli holatda bo'lishini ta'minladi. Bugungi kunga kelib korxona faqat mavjud infratuzilmani saqlab qolish emas, balki uni yangi bosqichga ko'tarish, aholi manfaatini ustuvor qo'yish, zamonaviy menejment va raqamlashtirish tizimlarini joriy etish yo'lida faol harakat qilmoqda.